Yangiliklar. Assalomu alaykum. Yangiliklar dasturi taqdimoti bilan studiyada Nargiza Xayrulayeva. Bugun Innovatsion rivojlanish agentligida Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar innovatsion rivojlanish forumi bo'lib o'tdi. Unda hamdo'stlik mamlakatlari o'rtasida innovatsion ekotizimni rivojlantirish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqishda hamkorlik aloqalarini mustahkamlash masalalari muhokama etildi. Agentlik boshqarma boshlig'i Umidjon Hoshimov intervyusi shu haqida. Bu forumda 20 dan ortiq xorijiy delegatsiyalar tashrif buyurishgan. Forum ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismda biz panel sessiya jarayonida hududlararo hamkorlik, innovatsiyalarni o'sha mintaqaviy rivojlantirish masalalari muhokama qilinsa, ikkinchi qismida esa ilmiy texnikaviy kengashning yalpi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Ushbu yig'ilishda ilmiy texnikaviy kengashga a'zo davlatlar o'rtasidagi ilm-fan, texnologiya, innovatsiyalar yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar batafsil muhokama qilinadi. Forumdan ko'zlangan asosiy maqsad bu mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar o'rtasida ilmiy texnikaviy, ilmiy va innovatsion faoliyat bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish, ilmiy tashkilotlar, startaplar, innovatsion korxonalar o'rtasida integratsiyani ta'minlash va shu orqali mintaqaviy innovatsion rivojlanish yo'nalishini kuchaytirish va davlatlar o'rtasida ilmiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish maqsad qilingan. MDH davlatlar bilan biz albatta ilmiy va innovatsion yo'nalishda bir qator hamkorliklarimiz bor. Xususan, qo'shma milliy loyihalar tanlovi e'lon qilganmiz. Rossiya davlati bilan, Belorussiya davlati bilan. Unda o'sha Rossiya va Belorussiya davlatidagi olimlarimiz, o'zbekistonlik olimlarimiz birgalikda ma'lum bir belgilangan mavzular, ilmiy mavzular doirasida tadqiqotlarni amalga oshiradi. Bundan tashqari o'sha MDH davlatlariga, a'zo davlatlarga biz doimiy ravishda o'zimizning yosh olimlarimizni qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuborib boramiz. Ular u yerdagi xorijiy laboratoriyalarda o'zining tajribasini oshirgan holatda O'zbekistonga qaytib, u yerda o'rgangan bilimlarini O'zbekistondagi laboratoriyalarda amaliyotga joriy etishadi. Hozirda biz mana Belarus davlati bilan qo'shma milliy loyihalar tanlovi e'lon qilganmiz. Undan tashqari Rossiya bilan ham shu kabi yo'nalishda qo'shma milliy loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari Qozog'iston bilan ham mana yaqinda kelishuvga erishdik. Ular bilan qo'shma milliy loyihalar tanlovini e'lon qilib, birgalikda qozog'istonlik, o'zbekistonlik olimlarning integratsiyasini ta'minlash rejalashtirilgan.